Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Qala Allahu Teala estaizu billah. Fakultu estağfiru rabbakum innehu kana ghaffara. Sadaqallahul azim. Ushbu oyat-i karimada Alloh taolo Robbingizga istig'for ayting. Gunohlaringizni kechirishini talab qiling. Shunda Alloh gunohlaringizni mag'firat qiladi, kechiradi. Oyatni davomida yana 4 ta ulug' fazilatlarni faqat Allohdan so'rasa beriladigan rizqlarni istig'for orqali berilishini Alloh bayon qiladi. Farzandli bo'lish, farzandlarning umrlarini uzoq bo'lishligi, farzandlarni boshiga kelgan ba'zi balo ofatlarni zoyil bo'lishligi, ota-onani, uni yaqinlarini istig'forini ko'paytirishlik bilan bog', dalalarga Alloh rahmatlarini yog'dirishi, ulardan balo ofatlarni ko'tarilishligi, zararkunandalarni zarar ziyonlardan salomat bo'lishligi egalarini ko'plab istig'for aytishlari bilan daryolardagi suvlarni bo'lishligi, qurimasligi bu ham istig'for bilan va 5-inchisi boshimizga kelgan bulut bu yomg'irni rahmat yomg'iri qilib yog'dirishligi bizni istig'forimiz bilan, tavbamiz bilan bo'lishligini Alloh bu oyatida ishora qiladi. Chunki bu bulutdan faqat rahmat yomg'iri emas, balo, ofat yomg'iri, Allohning g'azabi ham yog'ilishligi mumkin ekan. Man aroda an yusa'a fi rizqihi aksir minal istig'for. Kim rizqini keng bo'lishini xohlasa, istig'for aytishlikni ko'paytirsin. Astag'firullohal azim va atubu ilayh degan so'zni yoki astag'firulloh deb o'zini aytib yurishlik. G'am, tashvishlari ketishini xohlagan odamga la havla va la quvvata illa billah kalimasini aytishlikni tavsiya qiladilar. Haqiqatda bu kalimani doim aytib yuradigan odamni hamma tashvishlari, hattoki qiyomatdagi tashvishlar ham ko'tarilishligiga bu kalima yordam beradi. Allohdan boshqa kuch ham, quvvat ham yo'q. Biron bir ish qilishimizga Allohning kuch qudratidan boshqa agar Xudo bermasa bizda hech narsa yo'q degan ma'noni bildiradi. Salomatlikni xohlaydigan bo'lsa, tani joni jismi salomat bo'lishini xohlasa, aynan dushanba kuni va payshanba kuni ro'za tutishlikni odat qilsin deb ulamolarimiz ana shu fikr bildiryaptilar. Dunyodagi va oxiratdagi saodatga erishishni xohlasa, Qur'oni Karim tilovatini ko'paytirsin. O'zi ham, oilasi bilan ham, iloji bo'lsa, yon atrofdagi yoru do'stlari bilan ham Qur'on tilovatini tilovat qilishlikni ko'paytirsin. Ho yoddan, ho kitobdan o'qishlik bilan bo'lsin. Yuzimga nur Alloh bersin. Vujudim, qarashlarim salobatli bo'lsin desa, kechasi turib hech bo'lmaganda 2 rakat bo'lsa ham namoz o'qisin. Va nosu niyom, odamlar uxlab yotgan paytda siz uyquni o'zingizga harom qilib namoz ado etilsa, tahajjud namozlarini ayniqsa fazilati to'g'risida shu gaplar kelgan. Haqiqatda insonga viqor, insonga salobat, insonga salovat, o'zini nuri bilan ba'zi eshiklarga kirsa, yopiq eshiklar ham u odam uchun ochilib ketishligiga sabab bo'ladigan omil kechasi turib namoz o'qishligida bo'lar ekan. Hayotimga, xonadonimga, rizqimga
Alloh barakalarini yog'dirsin deb umid qiladigan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yod etib, u zoti va barakotga doim salom va salovat aytishlik bilan harakat qilishligi kerak bo'lar ekan. Chunki haqiqatda ham agar salovatki duolarimizni ijobat bo'lishligiga bois bo'ladigan bo'lsa, boshqa hamma ishlarimizga ham Allohning rahmat, barakotlarini yog'dirishlikka bu salovat qodir bo'ladi. Hattoki burni yerga ishqalansin, sharmanda qilinsin deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xabar beradilar salovat aytmagan ummatlarini. Balo, ofat, qattiq sinovlar daf bo'lishini xohlasa, boshidan ko'tarilishini xohlasa, ozginadan bo'lsa ham xayr ehson qilib yursin, saxovat qilib yursin deb aytadilar. As-sadaqatu tarfa'ul balaya va tazidu fil umr. Sadaqotlar, xayr va ehsonlar insonni umrini uzoq qilish bilan birga uni boshiga kelishi mumkin balo ofatlarni ko'taradi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar beradilar. Ham umrni uzaytiradi, ham boshiga kelishi mumkin qattiq sinovlarni, imtihonlarni ko'tarilishligiga berilgan xayr va saxovat sabab bo'ladi. Hattoki davu marzokum bis sadaqati. Bemorlaringizni sadaqa berishlik bilan davolanglar deb Rasululloh hatto bu ishga ham buyuradilar. Haqiqatda ham o'zini joyiga tushsa berilgan sadaqa bu yoqdan bemor ham dori darmonsiz shundoq tuzalishni boshlab qolar ekan. Xotimam chiroyli bo'lsin. Iymon bilan, Allohga bo'lgan bir muhabbat bilan, Allohga bo'lgan intilish bilan, Allohning o'zi bilan bo'lib qoladigan holat bilan oxirgi holim chiroyli bo'lsin degan odam doimo tilida, dilida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytib yursin deb aytadilar. Hatto Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhalal jannata. Kimni eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, u jannatga kiradi. Faqat ana shu oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh bo'lishi uchun bu kalimani doim aytib yurishimiz kerak. Tilimizga o'z-o'zidan o'rganish bo'lib qolgan holatda, odat bo'lib qolgan holatda darrov uni keltiradigan bo'lishimiz kerak. Shunda sakaratul maut holatida bo'lamizmi, undan qattiqroq holatda bo'linadimi, tilimiz kalimani keltirishga shay bo'lib turadi. Osonlik bilan uni tilimiz aylantirib tura oladigan bo'lishligiga uni doim o'zimiz hayot paytimizda, kuch-quvvatimiz bor paytda doim aytib yurishimiz sabab bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.